Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi oldi ayvon verandalarimizni o'rnatib bitirdik. Bu joyimizga 12 metr joyga Akfa'ni originalidan alyumin zolotoy dupidan qo'yib berganmiz. Bo'ylarini razmeri 265 sm bo'lgan. Bu joyimiz Namangan viloyatiga kelib qo'yib berdik. Ko'rishinglar mumkin. Ustunda oralalarni ham ustakalarimiz juda bir chiroyli holatda. Har bir oralig'ini bir xil 165 sm dan qo'yish bergan ekan. Ko'rishinglar mumkin. Mana 3 ko'z qilib o'rtadan bitta ochilish qilib berganmiz. Har biri ochilishlarini ham chiroyli holatda qilib, taglarini alikafon qilib berganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Mana stullari doimgidek mana o'ralgan. Oynalarimiz yo'diviy bir qavat bo'ldi. Bu joyimizni ko'rishinglar mumkin. Mana podval eshik ham chiroyli joylab berganmiz. Podval eshiklarimiz ham qo'lub kalitlari bilan mana Graf firmasiga original ruchkalardan bo'lgan. Legirovkalari ham juda bir chiroyli. Kvadrat metri 630 ming so'mdan bitgan. Jami summasi 17 million 400 ming so'm bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin. Mana forchkalar qo'yib berdik. Mana bu tarafimizga bitta, narigi tarafimizga bitta forchka qo'yib berganmiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ichki holatlarini ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Ichkaridan kirishimizda mana eshigimiz legirovkalarni ham mana termo ruchkalardan foydalanib qo'yib berdik. Eshigimizning qanotlarini ham mana balkon qanot qilib berganmiz. Qalin, chiroyli holatda mana sifatlariga mana choklarini ko'rsanglar bo'ladi. Choklari ham zo'r kelgan. Bu tarafimizda mana rom ochilishlar. Rom ruchkalarni ham eshik ruchkasiga moslab berganmiz mana. Bu tarafimizda ham mana ochilishlar qilganmiz. Hammasidan bittadan ochib berganmiz. Havo aylangani, ilk oldi ko'rinishi bir xil holatda bo'lishligi uchun. Forchkalarimiz mana mexanizm forchka. Hurmatli kuzatuvchilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, biz nomerlarimizga aloqaga chiqinglar. Bizning nomerlarimiz 90 kodi bilan 170 82 52. Bizning manzil Andijon viloyati Buloqboshi tumani. Shunaqangi chiroyli holatda ishlarni bitirib beramiz qo'ldan kelgancha. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.